Huquqsizlarning kuchi. Avtori doktor Erkin Sidiq. 2026 yil 2 ayning 5 kuni. Uyg'urlar tarixning nurg'un davrlarida hukmron o'rinda turib, kuchlik millat salohiyati bilan yashab baqdiq. Ammo bugungi kunda biz ojiz bir millat qatoriga kirib qoldik. Vatandagi xalqimizmi bir huquqsiz xalq yoki huquqsiz millat darajasiga tushib qoldi. Lekin huquqsiz millat, huquqsiz xalq yoki huquqsiz puhralarning hammasi amaliyotda huquqsiz emas. Undaqda ularning kuchi nada? 1970 yillarning oxiri Polsha bilan Chexoslovakiya Sovet ittifoqining ta'siri ostida o'zaro do'stona munosabat saqlab mavjud bo'lib turayotgan ikki davlat edi. Shu chaqda ular o'z hukumatlariga qarshi fikrda bo'lganlarni bostirish ishidami o'zaro hamkorlashdi. Bundaq hamkorlashish 1977 yillarga kelganda yuqori pallaga chiqdi. 1977 yil 1 yanvarda 77 nomerlik nizomnoma nomidagi abida xarakterlik kishilik huquq xitobnomasi va rasmiy puhralar tashabbusi kommunist Chexoslovakiyada o'tirg'i chiqdi. Shuningdan keyin ikki davlatdagi ziyolilar va faoliyatchilar rasmiy munosabat o'rnatib, chegara rayonlarda har xil yig'in qatorliq faoliyatlarni o'rinlashtirib, hamkorlik guruhlarini qurdi. Ikki davlat xalqining hamkorligi va o'rtaq kurash qilishi natijasida Polsha bilan Chexoslovakiya 1989 kommunizm tuzumidan qutulib, demokratik tuzumdagi erkin davlatlarga aylandi. 77 nomerlik nizomnomaning vujudga kelishiga muhim to'p qo'shgan kishilarning biri Vatslav Havel edi. U faqat fikrda hukumat bilan qarshilashquchi bo'lib qolmay, u yana ssenarist va yozuvchi edi. U 1989 yili Vilvat inqilobiga yetakchilik qilib, inson haqlari kurashlaridagi davr bo'lgich to'hbinlar bilan 1989 yildan 1992 yilgacha Chexoslovakiyaning eng oxirgi prezidenti, 1993 yildan 2003 yilgacha yangidan qurilgan Chex Jumhuriyatining tunji prezidenti bo'lib vazifa o'tadi. Polsha Chexoslovakiya erkinlik va xalq huquqlari ustidagi izdinish guruhlarining xizmatiga turtki bo'lish uchun Havel apandi 1978 yili huquqsizlarning kuchi temasida bir qator maqolalarni yozib, ularni yer osti maxfiy yo'llar bilan tarqatdi. U maqolalar keyincha bir kitob bo'lib nashr qilinib, 20-30 dak tillarga tarjim qilindi. Havel apandi mazkur kitobda huquqsizlarning kuchi haqida bir qism muhim falsafaviy ideyalarni o'tirib qo'ygan bo'lib, men tuvanda ashu ideyalarni qisqacha tanishtirib o'taman. Mustabid tuzum ostidagi xalq yolg'onchilik ichida yashashga majbur bo'ladi. Kishilar sirtqi qarta o'zini bo'ysung'ichi, muloyim odamlar sifatida namoyon qiladi. Ular buni do'kon, tamoqxonalarning dariza va tomlariga hukumatga yoqadigan shuarlarni chaplab qo'yish, hukumat ilgari surayotgan ideologiyalarni takror o'tirg'i qo'yish va o'zlari ishonmaydigan ta'lim-tarbiya yoki siyosiy o'rganish faoliyatlariga qatnashish orqali ifodalaydi. Ular agar bunday qilmasa, o'zlarining avorchilikka uchraydiganligini obdan biladi. Kishilarning mustabid hokimiyatga ko'rinishda bo'lsa-mu, mushundaq bo'ysunishi ashu mustabid sistemani saqlab turdi. Mustabid hokimiyat vujudga keltirgan bundaq umumyuzlik bosh egish holati jamiyatda yolg'onchilik va vahima to'rini paydo qiladi. Hozir Uyg'ur diyoridagi Uyg'urlar ochgan oshxona va do'konlarning tam darizlarini hukumatni madiylaydigan va hukumatning chaqirig'ini yoqlaydigan mazmunda tayyorlangan shuar va cho'ng xatlik osma plakatlar zich egilab bo'ldi. Bu oshxona va do'konlarning egillari u shuarlarning mazmuniga qilchi parvo qilib ketmaydigan bo'lib, faqat ziyon zahmatlardan saqlanish uchunla shunday qiladi. Yolg'onchilik qilishni yoki hukmdorlarning niqoblangan ta'lim-tarbiya va tashviqot faoliyatlariga qatnashishni rad qilish haqiqat ichida yashash bo'lib hisoblanadi.
ba'zilar tam darizlarga hukumat shuarlarini chaplab qo'yishni rad qilib, haqqoniyat yo'lini tanlasa, ular hokimiyatning yolg'onchiligini yoki haqiqiy abdibashirsini ichib tashlaydi. Naiti kichik doiradagi haqiqatni so'zlash sharkatlarimi hukumat uchun bir cho'ng tahdid bo'ladi. Buning sababi undaq sharkatlar kishilar burun ishinib kelgan saxtbazliklarning haqiqiy abdibashirsini ichib tashlaydi. Mana bu huquqsizlarning kuchi bo'lib, mushundaq kuchning tarkibiy qismlarining biri bo'lgan axloqiy jasorat va universal inson safasi butunlay yolg'onchilik ustiga qurilgan tuzumni tavirtib qo'ydi. Xavil mustabidlikdan keyingi jamiyatlarni bir diktator hukmronlik qilgan jamiyatlar sifatida emas, balki har xil ideologiyalarni bir yurish qoidalar sifatida yo'lga qo'ygan yuzsiz byurokratlik sifatida tasvirlaydi. Diktatorning huquqi yolg'iz majburlash orqali yurgizilib qolmasdan, u yana moslashishni o'z qalbidan chiqarib qiladigan ishlarga aylantirish orqali yurgiziladi. Şoңлашқа axloqiy uyg'unish va individual mas'uliyatchanlik siyosiy jihatdan qarshilik ko'rsatishning intayin halqiliq shakllariga aylanadi. Yazg'uchi, san'atkor va haqiqatda ching turadigan puhralarni o'z ichiga olgan qarshi fikrdagilar qarmoqqa huquqsizlar bo'lsa-mu, ammo ularning harakati keng doiralik ta'sirga ega siyosiy kuchga vakillik qiladi. Ular reallikni oshkorlash orqali insonlarning g'ururini qaytadan tiklaydi va hokimiyatning axloqiy zaifligini oshkorlaydi. Xavil buni haqiqat siyosiy ilmi deb ataydi. Bu haqiqat siyosiy ilmi tinchlik yo'sinidagi va ma'naviy jihatdagi qarshilik bo'lib, u haqiqiy ijtimoiy hayotni asliga keltirdi va erkinlik uchun ul soladi. Xavilning markaziy ideyasi shuki, mustabid tuzumdagi huquqning haqiqiy manbasi odatdagi kishilarning ma'qulligi va qatnashishdan iborat bo'ladi. Shunga erkinlikka erishishning yo'li shaxslarning samimiyatidan boshlandi. Haqiqat ichida yashashni tanlash orqali bir butunlay huquqsiz ko'ringan qavm ashu zulm sistemasini o'zining ichidan vayron qilib ta'laydi. Václav Havelning Huquqsizlarning kuchi nomli asri zulmga uchirgan xalqlarning axloqiy jasoratini, haqiqatni va insoniy qadr-qimmatini saqlash orqali qudratlik mustabid sistemalarga qanday qarshi tura oladiganligini tushunish uchun bir ramka bilan ta'minlaydi. Ana vatani Sharq Turkiston 1949 yildan boshlab Xitoy Kommunistik partiyasining kontrolligida bo'lib kelayotgan biz Uyg'urlarning nuqtasidan aytganda, Xavilning qarashlari sistemalik bostirish oldida haqiqat, madaniyat butunligi va axloq qarshilik orqali barliq keladigan kuchni ko'rsatib berdi. Xavil mustabid tuzumlarning kishilarni yolg'onchilik ichida yashashga, ya'ni sirtqi qiyofatda tashviqotga bo'ysunishga va o'z e'tiqodini yoshirishga majburlash orqali mavjudligini saqlab qoladiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoy Kommunistik partiyasining Uyg'urlarga qaratgan majburiy holda siyosiy ideyalarni singdirish, til va dinni cheklash hamda nazorat qilish qatorliq siyosatlari dal mushundaq bir sharoitni yaratish uchun loyihalangan. Uyg'urlar o'z kimligini rad qilishga, hukumat bayonlarini qo'llashga va o'z madaniyatini yo'qotayotgan bir davlatning sodiq fuqarolarida ko'rinib turib yashashga majbur bo'lyotidi. Bu xil majburiy moslashish hokimiyatning kontrolligini qonunli qilib ko'rsatadigan sun'iy inoqlik manzarasini davomli saqlab mangdi. Xavilning qarashicha, qarshilik ko'rsatish haqiqat ichida yashashdan boshlandi. Uyg'urlar uchun aytganda, bu g'oyat zo'r xatarlarga qaramay, o'z tili, e'tiqodi, urf-odatlari va vatan aslimalarini sirtqa bilindirmay turib saqlab qolishni ko'rsatdi. Mayli vatan ichida yoki chet elda bo'lsin, Uyg'ur tilini xususiy yo'sinda o'rgatish va an'anaviy naqshlarni qo'g'dash yoki haqiqiy tarixni so'zlash
aşu əxlaqi qarşılıqni gavdlandirdi. Bu kichik, ammo cho'nqur ahamiyatga ega harakatlar niqoblangan assimilyatsiya siyosatini rad qiladi hamda Uyg'urlikning davomliq mavjud bo'lib turishini muayyanlashtirdi. Xavel haqiqatning bir xil ag'dirmichilik kuchiga ega ekanligini ko'rsatib berdi. Kishilar saxtapazlik qilishni rad qilganda hokimiyatning axloqiy jihatdagi quruqligini oshkorlab qo'ydi. San'at, guvohlik yoki e'tiqod orqali o'z kimligini namoyon qilgan har bir Uyg'ur insoniy qadr-qimmatini asliga keltirdi hamda Xitoy Kommunistik partiyasining ittifoqlik va muqimlik haqidagi saxta bayonlarga zarba berdi. Xo'rliqlarni xotirlayotgan yoki xalqaro ovoz chiqarayotgan Uyg'ur yozuvchilar, faoliyatchilar va muajiratdagi kishilar qilayotgan ishlar Xavel haqiqat siyosiy ilmi deb atagan uqumning tipik namoyandasidir. Ularning ovozi dunyoga siyosiy yolg'onchiliklarning orqasidagi insoniy reallikni eskartib turdi. Harbiy yoki siyosiy kuch bo'lmagan taqdirdami axloqiy guvohlik vijdonlarni o'yg'ita oladi, hamkorlikni qo'zg'ata oladi va erkinlik imkoniyatini saqlab qola oladi. Xuddi Xavel aytgan huquqsiz puhralarga o'xshash Uyg'urlar o'zlari tortayotgan azoblarni sistemaning qonunliq o'rinlarga jang e'lon qiladigan guvohlik kuchiga aylantirmoqda. Xavel haqiqiy erkinlikning qurolliq inqiloblardan emas, balki kishilar haqiqat va axloqiy butunlikda ching turadigan ruhiy inqiloblardan boshlanadiganligiga ishongan. Uyg'urlar uchun aytganda milliy ozodlik va madaniy mavjudlik cho'qim mushu ichki erkinlikdan boshlanishi kerak. Ya'ni yo'qolishni rad qilish, haqiqatda ching turish va o'z ko'rishini universal inson haqlari bilan zich bog'lashi lozim. Uyg'urlar haqiqat ichida yashashda ching turish orqali kelgusida quriladigan mustaqil va izzat hurmatlik davlatning axloqiy o'lini hayot saqlab mangalaydi.